yerda çoğun bir hikmet bolsa kerak. Berip qarap baqaylıçı. Ay, qarag'ana, avu ay ustida bir kichik perizat o'tirdi-ku. To'qil deyim, nima ish bu? Hey, onun bilan paranglashib baqaylıçı. Qo'lingdagi hikmatlik kitobni ularga bergin. Ular bu kitap bilan dilni yoritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yorituvchi nurliq chiroq. O sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman bolalarım. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizat, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizat.